Geliyor. İnandım diye bunu dormayı sardar beysini taşlarını Şeyhanayı yağlayıp kırlar İnandım diye bunu dormayı sardar beysini taşlarını Şeyhanayı yağlayıp kırlar Endi timdan bükmay taqri ko'ralarni Shashini fasrovmi? Yaxshimi? Endi ertaga Allohurjon bo'yinga ilinyapti. Ertaga nima deysizda kelincham uyga kirib chiqadi, o'sha yerda turib kuyov bolaga qulluq bo'lsin deymizda. Qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin. Qulluq bo'lsin kuyov bola, qulluq bo'lsin. Qulluq bo'lsin kuyov bola. Dostan bekliyor ileride Hoca Kemal rahmet sohbete kadar dalmalıyız Yana gelge kelani sardar bekliyor hocası Toylarga Sardar Bey Radonga borib ko'p eshitganda sen tarqala chiqib Muborak bo'lsin Sardar Bey kim edi? Ben masalan O'g'il bo'ldi deganlardan so'ng telefonda kontaktida kim birinchi turganmisa seni boshida telefon qilib ey do'stim tabriklar o'g'ilbek bo'ldim desa nima deymiz daryo qulluq bo'lsin kuyov bola qulluq bo'lsin 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 ha do'stim bo'lsin Ana shu axloqli do'stlarga ko'rsang nasib qilib qo'yadi.